nimaga buncha ta'lim, tarbiyani nimasi ko'p urg'ulanaveradi? Shusiz bo'lmaydimi? Deyish mumkin-a? Bo'lmaydi. Bu shunga o'xshaydi. Bir ahil oila meros masalasi o'rtaga chiqqanda meros talashib bir-biriga choq qozganga o'xshaydi. Ahil turuvdi. O'rtaga bir masala keldi, sinov keldi, ya'ni hammasi nima qildi? Bir-birini yoqasini ushlashni boshladi. Ongsiz jamiyat ham hammasi joyida yuraveradi. To sinov o'rtaga chiqqungacha. Bir sinov keldimi, sotqinni, xoinni ko'raverasiz. Bitta. Sinov chiqmagan payti mana yaxshi yuribmiz-ku. Hech muammo yo'q-ku. Shunday davom etaveramiz, ongsizlashtiraveraylik deyilayotgan bo'lsa, bu kechirib bo'lmaydigan bitta xato, tuzatib bo'lmaydigan bir xato. Chunki bir sinov kelganda hamma bir-birini yoqasini ushlashni boshlaydi. Buni qilayotganlarni ham yoqasiga qo'llar ketib qoladi o'sha payt. O'shaning uchun ongli jamiyat, ongli insonlar nega degan savolni berishga jur'at topayotganlar mana shulardir jamiyatni mustahkam ushlab turadiganlar.